17-savol. 2% temir 3 bromid eritmasiga mol miqdorida mis qo'shildi. Erimay qolgan mis ajratib olindi va eritmaga mol miqdorida vodorod sulfid yuttirilganda cho'kma tushdi. Cho'kma ajratib olib, rux plastinka tushirildi. Plastinka ajratib olinganda massasi 1,66 gram kamaygani ma'lum bo'ldi. Dastlabki eritma massasini aniqlang. Xo'p, reaksiyalar yozib chiqamiz. Temir 3 bromid mis bilan reaksiyaga kirishganda mis 2 bromid plus temir 2 bromid hosil bo'ladi. Tenglovlar reaksiya. Endi mis ajratib olingandan keyin eritmaga mol miqdorida vodorod sulfid yuttirildi. Natijada cho'kma tushdi desa, endi mis sulfid cho'kma bo'ladi. Mis bromid bilan vodorod sulfid reaksiyaga kirishganda hosil bo'ladi. Xo'p. Mis bromid plus vodorod sulfid. Mis sulfid cho'kma tushadi plus vodorod bromid hosil bo'ladi. 2 mol. Reaksiya teng. Endi cho'kma ajratib olingandan keyin eritmada xo'sh, vodorod bromid bo'ladi, temir 2 bromid bo'ladi. Rux plastinka tushirildi eritmaga. Endi rux plastinka vodorod bromid bilan reaksiyaga kirishadi. Natijada rux bromid vodorod ajralib chiqadi. Endi temir 2 bromid rux bilan reaksiyaga kirishganda rux bromid plus temir ajralib chiqadi. Xo'p, shunda endi ishlashni boshlaymiz. Temir 3 bromidni 1 molning massasi 296, 2 molning massasi 592 gram bo'ladi. 592 gram temir 3 bromid reaksiyaga kirishganda 1 mol mis 2 bromid 2 mol temir 2 bromid hosil bo'ladi. Shunda endi xohlagancha massa olishimiz mumkin. Bizda hisoblashga osonroq, qulay bo'lish uchun 592 gram olyapmiz. 592 gram 592 gram temir 3 bromid olyapmiz. Shunda 1 mol mis bromid hosil bo'ladi va 2 mol temir 2 bromid hosil bo'ladi. Endi hosil bo'lgan mis bromid bilan vodorod sulfid reaksiyaga kirishganda ajralib chiqqan vodorod bromidni topib olamiz. 1 mol mis bromiddan 2 mol vodorod bromid, 1 molda qancha desak 2 mol vodorod bromid. Shu 2 mol vodorod bromidga necha gram rux sarflanadi? 2 moliga 65 gram, 2 moliga 65 gram sarflangan rux. Plastinkadan kamayishdi endi bu. Xo'p, endi plastinkadan 65 gram eritmaga rux tushganda 56 gram temir ajralib chiqadi. Farq 9 gram. 1 mol temir bromid reaksiyaga kirishganda 9 gramga kamayish bo'lsa plastinkadan 2 mol, bu yerda 2 mol temir bromid reaksiyaga kirishganda qancha desam, plastinkadan 18 gram kamayish bo'ladi. Shunda 65 gram vodorod bromid bilan reaksiyaga kirish hisobiga kamayish plus 18 gram temir bromid bilan reaksiyaga kirishganda umumiy yig'indi 83 gram. 83 gramga kamayyapti plastinka massasi. Shu kamayganda dastlabki temir 3 bromid 592 gram olganman. Endi kamayish 1,66 bo'lganda qancha desam, xo'p, 11,84 gram kelib chiqadi. 11,84 gram temir 3 bromid bor ekan dastlabki eritmada. Endi u 2% bo'lgandan keyin mendan dastlabki eritmaning massasini so'rayapti. Shunda 0,02 ga bo'lib olsam
eritma massasi kelib chiqadi. 592. D javob to'g'ri bo'ladi.